Ha, quda o'tiribsizmi? Aylanib ketay. Ha, tushing, bu yoqqa ish bor, gap bor. Olsin. Ha, gapni pulini olib sanab o'tiribsizmi? Tez tushing. Qayerga ishlatishni bilmayapsizmi? O'zim aytaman, tushing, gap bor. Tezroq bo'ling, ha. Voy, mana bu uyni qarang, ana balkonlarni ko'rdingizmi? Balkonlari bor. 5 etaj. Ha, 5 etaj bo'lsa ham lifti ham bor. Ha, bog'chasi bor, maktabi bor, oilaviy poliklinikasi bor, do'konlari bor, supermarketlari bor, mashina qo'yadigan joylari bor. Yana bitta sirni aytib qo'yay sizlarga. Buni juda ham variantlari ko'p. Agar bosh to'lov qilsangiz, chegirmalari yana ham ko'p bo'ladi. Bosh to'lov qilmasangiz ham sizga variantlar ko'p. Ana undan keyin remontlarni ham qilishadi, pardalarni ham ilib qo'yishadi. Hamma tomonlama ish qilib, chegirmali ham katta. Voy, bitta tapishingizni olib kelib, uyga kirib, voy, mazza deb yashasangiz bo'ladi. Kelib boshqa qaynonalar bo'linglar, shoshiringlar. Hamma sharoitlari bor. Hey, g'ijduvonlik boylar, xonimlar, kelinglar, qatnashinglar. Uy oladiganlarga katta sovg'alar bor. Damas bor. Uy sovg'a qilinadi. Undan tashqari maishiy xizmat, uyingizga keladigan hamma xizmatlar bor. Haligi xolodilnik deysizmi, televizor deysizmi, keyin yana bitta narsani aytay. Uyda hamma jihozlari ham sizlar uchun tayyor bo'ladi. Kirasiz, yashab berasiz. Ana shunaqa, shoshilinglar. 12-dekabr soat 20:00 da onlayn taqdimotda qatnashinglar. BBS Holding. Nurli kelajak sari.